Assalomu alaykum barchaga hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi videomuz kotellar haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bugun 2026-yildan 23-yanvar kunidamiz. Bu videoni chiqarishimizdan maqsad ko'p mijozlarimiz telefon qilib 20 kW deganni, 25 kW deganni, 30 kW deganni degan savollarni bermoqda. Undan tashqari yana texnik garinani ko'p odam biladi, lekin 50%, 60% odam bilgan bilan 40% odam bilmayapti. Balanddan yanuvchi, pastdan yanuvchi bir haqida to'liq ma'lumot beramiz. Hozirgi kunda tayyor kotellarimiz bor, shuning uchun bir qator hammasini obzor qilib berishga harakat qilamiz. Masalan, aynan shu kotelimiz 25 kW verxniy garina, yana tepadan yanuvchi, balanddan yanuvchi kotelimiz. Bu kotellarimizni shu joyga zapravkani qilasiz. Elanga tepadan yonib, tepadagi xotdan kirib ketadi. Orqa taraflarda 4 dona xot bo'ladi, 4 dona xotdan elanga pastga tushadi, tepaga chiqadi, yana pastga tushadi, yana tepaga chiqadi. Oxirida dimoxotga bemalol ushlab turaverasiz. Nimaga deganda kotelning o'zi issiqlik olib qoladi ichida. Endi shu kotelimizni 25 kW kotelimizni 25 deyishimizdan maqsad 250 kvadrat xonadonga bemalol qo'ysangiz orqaning kuchi yetadi degani. 20 kW deganimizda 200 kvadrat, 100 kvadratdan 200 gacha. 25 deganimizda 150 kvadratdan 250 gacha qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, 30 kW degan kotelimiz mana. 30 kW degan kotelimiz 200 kvadrat xonadondan boshlab eng pasti 300 kvadratgacha bemalol qo'yaverasiz. Bu kotellarimizdan orqa tarafida 4 ta xoti bo'ladi. Elanga bu joydan yonadi, pastga tushadi, yana tepaga chiqadi, yana pastga tushadi, yana chiqib ketadi. Dimoxotlarda bemalol tozalash joylari bor. Yana orqaning 4 ta xot tozalash eshigi bu. Bu joydan past qismga tushgan musorlarni olib tashlaysiz. Bu kotellarimizning zapravka joylariga 50 kg atrofida ko'mir sig'adi. Kimki kotelga qiziqqan bo'lsa, zapravka joyi kattaroq kotelni olish tavsiya beraman. Nimaga deganda 15 gradus sovuqqa chiqib ketgan vaqtida 18 soat, 10 soatdan 18 soatgacha yetadigan bir zapravkani ana shu vaqtda qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin. Ko'p mijozlarimizda bo'lib turgan voqealar. Navbatdagi kotellarimiz universalniy, bunkerli hammasi bor. Endi sizga nijniy garinani tushuntirib berishga harakat qilamiz. Aynan ana shu kotelimiz pastdan yanuvchi kotel, 25 kW kotel. Bu kotellarimiz chugum klassik bilan jihozlangan. Bu tarafida klassnikning tagida qo'zg'ash asbobi bo'ladi. Обязательно shu narsa bo'lmasa, nijniy garina yaxshi bo'lmaydi. Shunday qilgan vaqtimizda elangani kuchaytiradi bu. Bu yog'ini o'ting, ichini qarab tur. Bunday qilib qiymalatgan vaqtida yonib bo'lgan kullarni pastga tushirish asbobi bu. Bu kotellarimizning ekonomik bo'lishining sababi ko'p nijniy garina kotellarimiz 3 kona kitob bo'lib qolibdi. Bu kotellarimiz 5 kitob bor. 35 kilodan 50 kilogacha bemalol ishlaydi. Past qismidan yonib, kiradi, balandga chiqadi. Pastga tushadi, balandga chiqadi, pastga tushadi, yana balandga chiqib ketadi. Bu kotellarimizdan barchasining orqa tarafida tozalash xotlari bo'ladi. Bu kotelimiz termostat bilan ventilyator bilan jihozlangan. Agar xohlasangiz termoregulyator, ya'ni svet yo'q paytida ham ishlaydigan qilib tayyorlab beramiz. Bu kotellarimiz uchlik lisadan ishlangan, o'tibdan qilinmagan, xohlasangiz qilib beramiz, xohlasangiz verxniyda, xohlasangiz nijniyda qilib beramiz. Har xil turda, har xil o'lchamda kotellarimiz bor. Xohlasangiz bunkerli, xohlasangiz bunkersiz. Bu degani, masalan, oddiy misol qilib aytganimizda, chekkada qolib ketgan mana shu kotelimizni bersiz ko'rsak. Mana shu kotelimizning Amuteplo klassikning yoniga bunker qo'yilgan kotelimiz mana. Bu degani klassikning yoniga bunker qo'yilsa, bu tarafiga yirik ko'mir yog'asiz, bu tarafiga xokan solasiz. Mabodo sizda bir kunlab, ikki kunlab svet o'chishi ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, ya'ni transformator buzilishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shu paytda bu kotellarimizning bu tarafiga yirik ko'mirni solib qo'ysangiz, to'ksiz ham ishlaydi. Ya'ni past qismidagi eshigini ochib qo'yasiz, ozgina
pastdan shamol kirganning hisobiga bemalol ichindagi ko'mir bo'lsin, o'tin bo'lsin, xohlagan narsangiz yonib turadi bemalol. Yana undan tashqari bizda har xil kotellarimiz bor. Burada kotellarimiz var. Masalan, aynan shu kotelimiz Amoteko avtomat kotelimiz. Bu kotelimizni bunkerga halqani solasiz, lopatka bilan jihozlangan. Bunkerdan shunday orqali ichkariga ko'mirning halqasi, ya'ni xuddi tuxumning sarig'ida keladigan ko'mirlarni bemalol tortadi. Nimaga deganda, motor reaktorimiz ikkitalik bo'lgan, reaktor ikkita, motor bitta bo'lgan. Komplektida motor reaktor, ventilator miyalari bo'ladi bu kotelimizning. Bu kotelimizning juda ekonomik bo'lganning sababi bu tarafidan ko'rsat. Bu tarafida elenga yonida 4 marta yoqqa borib kelgandan keyin pastga tushib, keyin chiqib ketadi. Bu kotelimizning kapitasi juda kuchli bo'ladi, ekonomik bo'ladi. Hamma kotelardan shu kotelimiz ekonomik bo'ladi. Shunga yarasha ko'proq temir ketadi, narxi ham qimmatroq bo'ladi. Navbatdagi kotellarimiz ko'p odamlarning ishonchini oqlagan kotelimiz, lekin bu kotelimizning birgina aybi hozirgi kunda soat 3-4 ning atrofida yana bir chelak ko'mir solish kerak. Zapravka joyi kichkina, lekin ekonomik. Bir kunga 20-25 kilo ko'mirga ishlaydi shu kotelimiz. Navbatdagi kotelimiz katta binolar solib qanday qizdiraman deb hayron bo'lib yurgan bo'lsangiz, alt tarafida tushirib zapravka joyini ko'rishingiz mumkin. 80 kilogramm atrofida ko'mir sig'adi zapravka joyi va 500 kvadrat xonadoningizga bemalol bo'ladi. Telefon qilib murojaat qilsangiz, ishlab turgan joylarni ko'rsatamiz. Borib ko'rishingiz mumkin. 400-500 kvadrat atrofida binolarda bemalol qo'ysangiz bo'ladi ko'rlarni. Xohlasangiz 1000, xohlasangiz 3000, xohlagan binongizni qurdirib bera olamiz. Navbatdagi avtomat kotelimiz 6 ta kitap hisoblanadi. Bu kotelimizning tepa qismida 6 ta kitap bo'ladi. Bu kotellarimiz ham lopatka bilan jihozlangan bo'ladi. Bunkerdan kelgan halqa ko'mir lopatkaning ichida yonadi. Ventilator, motor komplekti bo'ladi. Bu kotelimizning komplektlarida o'rni klaturlar, datchiklar ham bo'ladi. Bunkerlarga 3 qop atrofida ko'mir sig'adi. 3-likdan 4-likdan qilib beramiz akazlar qarab. Bu kotellarimizni tashqi tarafida o'tibna bo'ladi. Kimga shunaqa kotellar qiziq bo'lsa, bizning manzil Amudaryo tumani Mang'is shahri Kichik sanoat zonasida ishlab chiqarish korxonamiz. Videolarimiz manfaatli bo'lsa, birdan like'larni bosib qo'ying. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentlarda qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.